Assalomu alaykum. Mana hamma maqtagan ekopechka joylashtirdik. Realniy obzor mana hozir qilamiz. Plyus minuslarni aytib o'tib ketaman. Minusdan boshlayman. Misol tutamidi deganiga olingan bu pechka masalan og'zini yopib, hozir ochib turib og'zini yopib. Misol ochsa tutamidi degandi. Masalan qattiqroq o'tin yonayotganda tutib ketar ekan. Tutun chiqar ekan baribir demoqchiman. Lekin yomon emas, ko'p emas, lekin chiqar ekan. Keyin xokaga zo'r yonadi deyishgandi. Mana ishlab chiqaruvchilarmi deyman. Masalan, masalan xokani tashlagandan keyin yonidan havo olish uchun qandaydir tagi bitalib qolyapti. O'shaning uchun boshqa joydan havo olishni imkonini beradigan nimadir qilish kerakmi deb o'yladim. Plyus tarafi shu ko'mirni ichiga solish qulay ekan. O'tin solish, ko'mir solish. Masalan, to'g'ri pechka bo'lsa ko'mir solish noqulay. Hozir bunda chuqurga musulga tashlaganda tashlab yuborasiz. Mana bo'lmas. Mana shu xokani kecha qo'ygan mana bu zapravka qilganman. O'sha bu yonyapti, lekin ozgina to'g'ri hozir havo issiqroq uni saslab yuradi. Shunisi bo'lyapti. Ekopechka qissadan qissa javohim emas, endi aytganidek. To'g'ri, qattiq o'tin bo'lsa, daraxt o'tin bo'lsa zo'r yonadi. Daraxt o'tini bu o'tin ham zo'r yonadi. Qisqasi shu. Bilmasam. Balki men hali ishlatsam plyuslarni chiqib qolarmi? Bir kun bo'ldi ishlatganimga. Aka, mening fikrim shunday.